$10,000 ga Equinox Software'dan aka ukalar 2023-yil kraskasi top-toza tiniq holatda. Tanoq ruxsati bor, parogi bor, yumshoq archa balonlari bor mana. Yaxshi holatda bu ham yaqinda qo'yilgan. 85,000 probeg akalar. Tanoq ruxsati ham bor. Qanchaligini bitta ko'rib olasizlar, kelib poligi bor, chexol yaxshi nakidga solingan. Mana 85,562 kilometr. Mashina holati udar holatda, olasizlar, minasizlar. 10,000 ga arziydigan kompyuterlarni yozib olinglar. Tanoqga o'sha 1 oy 2 oy atrofida ruxsat qolibdi. Mashina cho'tki holatda, olasizlar, minasizlar. Xullas, buni bankdan qarz farzi yo'q, taqiqi yo'q. Hamma yo'q ishlab turgan, yurib turgan holatda hech kimdan nasiyaga olib, qarzi bor mashina emas. Mabodo shtatdan biror o'sha 1 akla 400 ming so'm chiqib qolsa to'lab berishadi. Dehqonda mashina pulishda bas. Bemalol kelib ko'rib ma'qul bo'lsa, baraka qilsizlar. Mers hadovoylar qilib qo'yilgan, tayyor. Xullas, hozirgi kunda hech qanaqa ishi yo'q. Bemalol kelib ko'rib ma'qul bo'lsa, baraka qilib mashina cho'tki holatda olib minishlaring uchun 23-85 yurgan 470 kiloni eng full akalar, qolgani nasiya.